Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Markaziy Iroqdagi Yer shari imomlar kengashi 1-fevral kuni bayonot e'lon qilib, Xitoyning eng asosli axborot vositalarining biri hisoblangan Yer shari vaqti gazetining yolg'on uchur tarqitib, ko'z bo'yamchilik qilish bilan ayblash bilan birga Yer shari imomlar kengashi tarafidan 2021 yili 30 dekabr kuni 2022 yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilish haqida e'lon qilingan birlashma bayonotining rostligini, o'zlarining Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan hamkorlik va ittifoqlik ichida ekanligini qayta jakarladi. Xitoyning asosli suvani hisoblangan Yer shari vaqti gazeti bu yil 28 yanvar kuni maxsus maqola e'lon qilib, Markaziy Iroqdagi Yer shari imomlar kengashi tarafidan 2021 yili 30 dekabr kuni e'lon qilingan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish haqidagi bayonoti butunlay Jongoga qarshi bo'lguncha tashkilot Dunyo Uyg'ur qurultayi va uning raisi terrorist To'lqin Aysoning eziq turishi va qaymoq turishi bilan o'ttirga chiqqan deb chalvo qilgan. Shundaqli Yer shari vaqti gazetining muxbirlarining Iroqdagi Yer shari imomlar kengashining raisi Imom Ahmad Muhammad Ahmad al-Tayyib apandini ziyorat qilganligini, uning Beijing olimpikini boykot qilish haqidagi bayonotining Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi To'lqin Aysoning qaymoq turishi bilan xato e'lon qilinib sog'anligini aytganligini ilgari surgan va xuddi Yer shari imomlar kengashi o'zlari e'lon qilgan bayonotdan pushaymonlik tuyayotgandek bir soxta manzarni yaratishga uringan edi. Amaliyotda bo'lsa bu xabarning butunlay yolg'on o'ydirma xabar ekanligi, hech bir Xitoy muxbirining Imom Ahmad Muhammad Ahmad al-Tayyib apandini ziyorat qilib boqmaganligi o'ttirg'a chiqdi. Xitoy hukumatining eng asosli axborot vositasining bu darajada yolg'on xabar tarqitishi Yer shari imomlar kengashining a'zolarini hayron qoldirgan. Yer shari imomlar kengashi 1-fevral kuni e'lon qilgan bayonotida yana o'zlarining 2022 yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilish haqidagi qarorida hech bir ta'virnishning bo'lmaganligi qayta izohlab o'tilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining tashabbusi va talabi bilan 2021 yili 30 dekabr kuni Yer shari imomlar kengashi birlashma bayonot e'lon qilib, islom dunyosini Sharq Turkiston musulmonlariga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan va islom aqidalarini og'ir darajada dafsanda qilayotgan Xitoyda o'tkaziladigan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilishga chaqirgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi To'lqin Ayso apandimning imzosi yer olgan mazkur bayonotga Yer shari imomlar kengashining raisi Imom Ahmad Muhammad Ahmad al-Tayyib, Misrlik Imom Shavki Ibrohim, Hindistonlik Imom Sheyk Abu Bakr, Rossiyalik Imom Raul Gaynuddin, Bosna Herseylik Imom Husayn Kavkazi, Ummonlik Imom Ahmad bin Hammad, Kavkazlik Imom Pashazada qatorliq islom dunyosiga to'lilgan mashhur ulamolar imzo qo'ygan edi. Yer shari imomlar kengashi barliq islom mazhablari va fikr iqimidagi musulmon diniy dohiylarning dunyodagi tunji va eng chong davlat halqigan hukumatsiz organi bo'lib, uning bosh shtabi Iroqqa joylashgan. Ular mazkur organning raisi Imom Muhammad Baqir al-Budayrining imzosi bilan e'lon qilgan bayonotida mundaq degan: Biz zulmga uchragan Uyg'ur musulmonlarini qo'llaymiz va ular bilan bir safda turamiz. Xitoy hukumati zulm, qiynash va diktatorlik orqali Xitoydagi musulmonlarning asosiy kishilik huquqlariga davomli turda daxl tarz qilmoqda. Bayonotda yana mundaq deyilgan: Najafning muqaddas islom dini maktabi va musulmon dunyosining mashhur muftiylari tarafidan berilgan huquqqa asosan Yer shari imomlar kengashi 2022 yillik Beijing olimpik tanharakat musobaqasiga qatnashish va berishni ma'ni qiladi. Yer shari imomlar kengashi bayonotida yana o'zlarining Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan bir safda turadiganligini ta'kidlash bilan birga, farqli dinlarning diniy rahbarlari va tashkilotlariga minnatdorligini ifodalab, biz Beijing 2022 yillik olimpik tanharakat musobaqasini boykot qiladigan tashkilotlarning kun sari ko'payayotganligiga opirin o'qiymiz. Biz Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan bir safda ekanligimizni qayta ta'kidlaymiz. Buningdan boshqa, biz musulmonlarning qiyinchiligiga ko'ngil bo'lgan nurg'un diniy rahbarlar va diniy tashkilotlarga minnatdorligimizni bildiramiz deb yozgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi To'lqin Ayso apandimning bugun stansimizga bildiruvchi islom dunyosini harakatga keltirishdek bir g'oya bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi Yer shari imomlar kengashi bilan aloqa qilib, ular bilan hamkorlik kelishimi imzolagandan keyin mazkur organ Uyg'ur musulmonlarining masalasiga yaqindan diqqat qilishga va Dunyo Uyg'ur qurultayining faoliyatlarini qo'llashga boshlagan. Ular yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan birlikda xalqaro islom hamkorlik tashkilotiga maktub yo'llab, mazkur tashkilot qarmog'idagi islom davlatlarini Uyg'ur masalasidagi sukutini buzishga, Beijing olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining muavin raisi, diniy ulamo Turg'unjon Alovuddin hojim va qurultay diniy ishlar komitetining sobiq mudiri, diniy ulamo doktor Olimjon Bug'dala xalqaroda zo'r nopusga ega bo'lgan Yer shari imomlar kengashining hay'at a'zosi bo'lib saylangan edi. Yaponiya parlamentining Tuvan palatasi 1-yanvar kuni maxsus qaror ilib, Xitoydagi og'ir kishilik huquq tafsandichiligiga qarata hukumatimiz tegishli tadbir elishi lozim deb jakarladi. Bu qarorning Beijing qishliq olimpik musobaqasi boshlanishidan ilgari e'lon qilinishi har sohaning zo'r diqqatini qo'zg'adi.
Birleşme agentligining bu vaqtdagi xabarga qaraganda Yaponiya hukumatı tarixiy sabablar tufaylidan Xitoy hukumatining ichki siyosat ishlariga aralashmay kelayotgan bo'lib, bu qitimqi parlament qarori Yaponiya uchun kamdan kam ko'riladigan bir qitimli qaror hisoblanadi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiya hukumati buningdan ilgari Bejingdagi qishliq olimpik musobaqasiga hukumat amaldorlarini avatmaydiganligini jakarlagan bo'lib, ularning bu qitimqi parlament qarori yana bir qitim Xitoyning tishiga tekkanlik bo'ladi ekan. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida bir necha qitim oshkora holda biz Xitoy bilan zarur bo'lmaguncha gap tagashmaymiz degan ekan. Ammo bu qitimqi parlament qarorida Sharq Turkistondagi lagerlar masalasi va diniy e'tiqod erkinligi, shuningdek Hong Kong masalasi tufaylidan xalqaro jamiyatning izchil andisha qilayotganligi ta'kidlanib, kishilik huquq masalasi ichki masala emas, aksicha dunyoviy masala. Shunga dunyoning bu vaqtda andisha qilishi butunlay o'rinliq deyilgan. Yaponiya parlamentining bu vaqtdagi qarori e'lon qilingandan keyin Xitoy hukumati buni keskin ayblagan. Shundaqli Yaponiyaning aslida bir tajovuzchi davlat ekanligini, uning jinoyatlarining bakmo ko'pligini ta'kidlab, bu qarorda paktlar burmulangan va hukumatimizga tuhmat qilingan. Shuningdek qo'pollik bilan bizning ichki ishlarimizga aralashgan degan. 1-oyning 29 va 30 kunlari Istanbulda ochilgan dunyo musulmonlarining Uyg'ur kirisiga qarta inkaslari nomli yig'inda Uyg'urlarga munosabatlik muhim qarorlar ilindi. 2 kun davom qilgan bu yig'inda Turkiya, Amerika, Angliya, Fransiya, Malayziya, Indoneziya qatorliq davlatlarda Uyg'urlar uchun faoliyat olib berayotgan 17 musulmon tashkiloti birlikda Uyg'urlar uchun dunyoviy musulmonlar birlashmasi qurish hamkorlik kelishimi ma'qullagan. Yaqinda e'lingan qarornomada mundaq deyilgan: Biz tövende tilga ilingan tashkilotlar Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun o'zaro hamkorlik o'rnatishga va'da beramiz. Oldi bilan xalqaro qonun mutaxassislarining 2021-yil 12-oyning 9-kunidagi Mustaqil Uyg'ur sud kollegiyasida Uyg'urlarning Xitoy hukumati tarafidan irqiy qirg'inchilikqa va insoniyatga qarshi jinoyatlarga duchor bo'layotganligi to'g'risidagi qarorni eskartib o'tamiz. Biz Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlari va boshqa turk musulmonlarining kishilik huquqini ilgari surishda tinchlik va adolatni asos qilgan islom qimmat qarashini, shundaqli kishilik huquq prinsiplarini asos qilib hamkorlashni xohlaymiz. Biz hamkorlashga va o'zaro yordam berishga va'da beramiz hamda o'rtoq faoliyat olib berishni xohlaydiganligimizni bildiramiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarni shunday qilishga da'vat qilamiz. Biz hayotda xavf-xatarga uchragan Uyg'ur musofirlarini himoya qilish va qo'g'dash uchun unumli chora-tadbir elishga tirishamiz. Biz Uyg'ur va barliq turk musulmonlarga, shundaqli islomga qaratilgan dushmanlikka jiddiy va kuchli inkos qaytaramiz. Biz diniy saodiki zotlarni, keng xalq ommasini va siyosiy rahbarlarni aniq pozitsiya bildirishga, kuchli harakatga o'tishga chaqiramiz. Bu sababdan Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligini e'tirof qilgan davlatlarga rahmat aytamiz. Biz boshqa davlatlarni shunday qaror elishga va tadbir qo'llanib, bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiramiz. Biz yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti uchun maxsus doklad tayyorlaydigan xodim ajratib chiqishni tavsiya qilamiz. Biz har qaysi davlat hukumatlarini, turk davlat tashkilotlarini, islom hamkorlik tashkilotini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini va xalqaro sud mahkamasini o'z ichiga olgan barliq xalqaro tashkilotlarni Xitoy hukumatining qilmishlarini surishti qilishga va javobgarlikka tortishga chaqiramiz. Bu qarornomani Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, 21-asrdagi islom, Indoneziya Uyg'urlarni qutqizish tashkiloti, Amerika musulmon tashkilotlari kengashi, Malayziya musulmon yoshlar harakati, Malayziya yer sharini tinchlik elchisi tashkiloti, Indoneziya Prima, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi, Uyg'ur akademiyasi vaqfi qatorliq xalqarodagi 17 tashkilot birlikda imzolagan. Shundaqli Uyg'urlar uchun dunyoviy musulmonlar birlashmasi barpo qilishni qaror qilgan. Germaniyadagi İlham To'xtini qo'llash guruhining boshlig'i Anvarjon Apandining Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga bildirishicha, yaqinda ular İlham To'xtining 2022-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikka ko'rsatilganligi haqidagi uchurni topshirib olgan. Anvarjon Apandi yana Martin Annaliz kishilik huquq mukofoti, Sakharov erkinlik mukofotiga o'xshash xalqarodagi nopuzliq kishilik huquq va erkinlik mukofotlari bilan ko'p qitim taqdirlangan İlham To'xtining 2019-yildan 2022-yilgacha bir necha qitim Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilganligini bildirdi. Anvarjon Apandi 2019-yili Marco Rubio boshchiligidagi Amerika Davlat Majlisi a'zolarining kollektiv holda İlham To'xtini Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Ma'lum bo'lishicha 2019-yili Amerika Davlat Majlisidagi Marco Rubio, Christopher Sims, Cory Gardner qatorliq jami 13 nafar avomli kengash palata a'zosi Nobel tinchlik mukofoti komitetiga imzoliq maktub yo'llab, İlham To'xtini 2019-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikka ko'rsatgan. Ular maktubida Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtining Uyg'ur xalqining kishilik huquqini qo'g'dash uchun Xitoy hukumatini o'zi belgilagan qonunlarga amal qilishga chaqirganligini, İlham To'xtining Xitoydagi millatlararo tushunishni ilgari surish uchun tinchlik bilan faoliyat olib borgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatining uni nohaq holda umrlik qamoq jazosiga hukm qilganligini bayon qilgan edi.
İlham To'xta 2014-yili 15 yanvar Beyjingdagi uydan tutqun qilingan. Xitoy hukumatı shu yili 9 oyning 23-kuni Urumchida İlham To'xtaga sud ichib, uni milliy qudratqulluq va davlatni parchalashga urinish jinoyati bilan ayblagan va muddatsiz qamoqqa hukm qilgan edi. İlham To'xta tutqun qilingandan buyon G'arb demokratik davlatlarida İlham To'xtaga erkinlik talab qilish chaqiriqlari uzluksiz davomlashib keldi. İlham To'xta yana Uyg'ur xalqining erkinligi uchun kurash qilgan milliy qahramon deb ta'riflanib, uningga xalqarodagi nurg'un nopuzliq mukofotlar berildi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi qirg'inchilik qilmishi dunyoga ko'plab ma'lum bo'lish bilan bir vaqtda Xitoy hukumatini qandoq ta'riflash masalasi qiziq temalardan bo'lib qolmoqda. Washington Post gazetining 31 yanvar sonida axborotchilik sohasida ko'pga tanilgan muxbir Melissa Channing bir bocha obzor maqolasi e'lon qilingan. Onunda ko'rsatilishicha Xitoy hukumatini hokim mutlaq hokimiyat deb atash uning navbatdagi ahvoliga nisbatan pardozlash bo'lib qoladi ekan. Chunki Xitoy hukumatining navbatda qilayotganlari hokim mutlaq hokimiyatlar qiladigan ishlardan ko'p xoliqib ketgan bo'lib, uni fashistik davlat deb atash eng to'g'ri bo'ladi ekan. Avtorning bayon qilishicha, u 2009-yili bir qitimli xabar tekstida Xitoy hokimiyatini hokim mutlaq hokimiyat deb ataganda, tahrir bo'limi buni salchakdan ishib ketganlik deb tanqidlagan ekan. Ammo keyingi reallik, bo'libmi 2009-yildan keyin avjiga chiqishga boshlagan o'qitchi fikrdagi kishilarni qamoqqa elish, Facebook, Twitter qatorliq dunyoviy ijtimoiy taratqularni va torbatlarni ma'ni qilish, chet el muxbirlari Xitoyga kelmay turib, ularga qarshi kontrollik to'ri qurib bo'lish degandek bir qator qilmishlar uning bu xil otishning xatosiz bo'lganligini dalillagan. Amdilikda Xitoy hukumati do'stlik va hamkorlikning simvoli bo'lgan Olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilish oldida turayotganda, dunyo uchun Xitoy haqidagi tushunchisini hamda uni atashdagi iborani qaytadan o'ylashi zarur bo'lmoqda ekan. Melissa Chan o'zining Beijing va Berlin shaharlarida uzun mazgil muxbirlik qilish jarayonida his qilganlarga selishtirgan holda Xi Jinpingning o'zini mutlaq dohiylik o'rniga qo'yishi, Xitoyda millatchilik iqimini avj oldirib, jahongirlarning oni tepishiga duch kelgan Xitoy xalqini qutuldirish haqida vazxonlik qilishi, Tayvan bo'g'zi va Janubiy dengizda zamin da'vosi qilishi, yuqori fan texnikadan foydalanib 1,5 milliard Xitoy xalqini hojatxonaga qadar nazorat qilishi, butkul iqtisodiy sohaga Kompartiyaning yetakchiligini umumlashtirishi, millionlarcha Uyg'urni tug'ut cheklash orqali ko'paymas qilib qo'yishdan boshqa g'oyat zo'r lager sistemasiga band qilib etishi, Uyg'urlarga bir inson sifatida emas, aksicha zo'r bir masala sifatida muomala qilishi qatorliq bir qator reallikni tizib chiqadi. U mushularni tafsiliy misollar bilan sharhlagan holda, rostini aytsam, ba'zida Xitoyning buguni Germaniyaning o'tmishidan qanchalik farq qiladiganligini bilinmay qolaman deydi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Görüşeceğim bu gaysılar. Hayır hoş. Erkinlik yolunda sudek aktı bizning qinimiz. Sen için ey yurtimiz fida bulsun.